Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz muhterem Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Hemmanlarga Allah'ın salamları olsun. Hemmanlarni niyet qilgan yaxshi ishlaringlarda muvaffaq qilsin. Bugun yana qarshinglarga chiqib qoldim bir kutilmagan bir tema bilan. Bundaq bir temani ko'rgan vaqtimizda xel ko'plarimizning ko'ngli kelishi mumkin. Agar buni boshqa bir odam o'tirib qo'ygan bo'lsa, men uning mazmunini anglab boqmasdan burun mavzuni ko'riblam achchig'im kelib qolgan bo'ladi. Shunga bunda achchig'i kelib qolish normal menimcha. Chunki bu odamni taqiladigan, odamni mazoq qilgandek bir gap ma'lum. Lekin qarindoshlar, ahvol mana shu darajadaki biz ba'zi ahvollarga yo'liqqan vaqtimizda buni o'ylamay turolmay qolamiz. Ya zodi bizni odam degani bo'lamdigandi degan savol ko'nglimizdan kechmay qolmaydi. Qilib yurgan ba'zi qiliqlarimiz bizdek mushundaq bir siyosiy taqdirga duch kelgan bir millatning qilib yurgan qiliqi, deb yurgan gapi ba'zi chog'da odamning shunda jinini qashaytidiki, ya biz xalqnimi odam degani bo'lamdi deganni so'rashga majbur qilib qo'ydi. Mushu tufaylidan mashunda bir temani ko'tarib chiqdim. Bu biraz dash qaynoq, pat-pat temadan chetlab ketgandek ahvollar yuz berishi mumkin. Chunki men bu demoqchi bo'lganlarimni isbot qilish uchun har muqamga yo'g'ilab qolaman. Bu tufaylidan oldin kechirim so'rayman. Qarindoshlar, odamlar bilan hayvonlar orasidagi farq deyilsalar, teorik holda umumlashgan yoki qiliplashgan javob tarixdan beri shunday bo'lib keldi. Til. Bir farqimiz til deymiz. İnsanlar bilan hayvonlarning muhim bir farqi til deymiz. Yana bir farqini muhabbat deymiz. Yana bir farqini aql deymiz. Endi astoydil o'ylanaylik qarindoshlar. Keyingi ilm fan tadqiqotlari ba'zi hayvonlarning tili bo'lganligi haqida bayon qilmoqda. Bo'libmi yunuslarning xeyli murakkab hissiyotlarni ifoda qilishadiganligi tadqiqotlardan ma'lum bo'lib qolmay, ularning hatto naqsh musiqalarining bo'ladiganligi, o'zlarining ba'zi musiqalik tavushlari bo'ladiganligi haqida ma'lumotlar o'tirib chiqmoqda. Bunun bilan muhim belgilerden biri deyilgen til, ma'lum jihatdan daz ketish kuchuri deyishga bo'ladi. Muhabbet deyilganda hayvonlardagi jinsiy qo'shilishning hissiyotni o'z ichiga olmaydiganligi, faqatli fiziologiyalik talablarni manbalanganligi qartilgan bo'lib, buningdimi ba'zi bir tarafliliklar bayqalmoqda. G'arbning jinsiyat mutaxassislarining tadqiqotlari natijasida e'lon qilingan ba'zi hikmatlarida shunday deyilgan, muhabbat jinsiy muhabbatlar emas. Buni har kim o'z amaliyoti orqali doim isbot qila oladiki, muhabbatning turlari bek ko'p. Yurt muhabbati, farzand muhabbati degandek nurg'un asti qatlamlar mavjudligini hammalar bilaymiz. O holda hayvonlarda muhabbatning birmuncha turlari bo'lganligini hech kim inkor qilolmaydigan manzilga berib qolamiz, ixtiyorsiz holda. Chunki ularni ailesiga, ya'ni bola chaqalariga shunday muhabbat bo'ladi. Endi yana bir farq bor. Aqliy farq.
Aqliy iqtidor yaqidimi ba'zi hayvonlarning aqliy mahoratlari odamni lol qiladi. Hayvonotlar dunyosini ko'rganlaringlar esingizga olaysizlar. Ba'zi hayvonlarning uy selishdagi moyirligi kishini lol qiladi. Qunduzlarning daryoga to'sma to'sashdagi aqli. İçiga egilgan yoy shaklida to'sma to'sish. Ya'ni odamlar hatto keyingi zamonda büyük su qurilishlarida su to'smalarni qunduzlarga taqlid qilib ichiga egilgan yoy shaklida yasaydigan bo'ldi. Buning suvning besimiga bo'lgan chidamliqligini his qildi. Buni ama qunduzlar tarixdan beri qilib kelgan. Odamlar to'sim to'sashni bilmaydigan chaqdan tortib. Xo'sh, undaqda eng muhim farq zodi nimada? Menimcha insonlarda boshqalar uchun yashash, boshqalar uchun o'lishdek ulug'vorlik mavjud. Inson deganda. Ammo bu hayvonlarda hech yo'q. Balkim buningga hayvonlarning bolalarini qo'g'dash yo'lida o'zini uradiganligini ko'z tutish mumkin. Bu muhabbat turiga mansub bu. Aile muhabbeti, farzand muhabbeti turiga mansub. Lekin demakchi bo'lganimiz oila a'zolari uchun o'lish emas. Qavm yoki jamoatimiz uchun o'lish g'oyasi. Gitlerning bir gapini ilgari mana qilib qo'ygandim, esingizda bo'lishi kerak ba'zi maqolalarda, kitobdagi maqolalarda. İnson bolasining pul uchun o'lmaydiganligini, ideya uchun o'ladiganligini degan Gitler. O'ylab boqadigan bo'lsak, bir milliarder reyin elinib, ya hamma boyliqingni bersan, ya o'lasan deyilsa, hayot qilish uchun hamma boyliqidan ketishi mumkin. Yani pul uchun o'lmaydi. Pul uchun o'zi xohlab o'limni tanlamaydi inson. Ammo inson bolasi ideya uchun bunday qilmaydi. Ideya uchun o'ladi. O'limni tanlaydi. Hayat qilish uchun emas, texmi arzon g'oyadan, siyosiy maqsadlardan, iddisidan voz kechadiganlardan faqat Uyg'urlar bor desak, ashirib o'tgan bo'lmasak kerak. Hayat qilish uchun shunday qilsa-ku, mayli. Hayot degan bir qimmatlik. İnsonga faqat bir qitimlik keladi. Texmi arzon bir narsalar uchun g'oyadan, siyosiy maqsadlardan, iddisidan voz kechadigan faqat Uyg'urlar bor desak, ashirib o'tgan bo'lmaymiz, ammo jiqlarimizning ko'nglimizga keladi. Hatta muşun davatqanda üzemlanmış yürüküm zırıldap durdu. Fakat insanlarla başka insanlar için yaşaş, başka insanlar yani üzünün milli topi için başka duruş royu bulduğanlıqını dedik. Endi biz bu noktadan çıkıp milli kimlikimiz hakkında qayta o'ylanib baksak bo'ladi. Uyg'urlar ichidagi siyosiy taqdirimizga aloqasizlik ifodalab yashaydiganlar. Tuqqanlardan ensirash bahonasi borlar va hech qanday bahona ko'rsatmaylar, o'zi bilan bo'lib yashaydiganlar. Ammo ular moda qo'g'lashidi. Ashundalimi moda qo'g'lashidi. Mehmondorchilik, baslashish qatorliqlarda o'zining hayot ekanligini isbotlab turdi. Ammo o'zining milliy to'pining umumiy taqdiri bilan hech ishi yo'q. Bu haqda beşimi qatmaydi, yuragim etishmaydi. Singanlarni yeydiganlar. Yana bir tür singanlarni yeydiganlar, qo'rqadiganlar. Tuqqanlardan ensiraydiganlar haqida ko'p to'xtaldik. Bu ensirashda yotgan ma'no shuki, biz shu tursaqla Xitoylar yomonlik qilmaydi. Ya'ni yomonlik bizdan o'tiladi.
Andın Xitaylı inkas bildirişke mecbur oldu. Teximi yalanaş desek, Xitaylar obdan biz hak eski. Tuqqallardan ensireshning mazmuni bu. Tegide yatgan ma'na bu. Yani Xitay düşman emas. Umumiy jihatdan Xitay düşman deb bekitilmagan ekan. Mana shunday chiqadi bu ishning natijasi. Agar uni düşman deb bekitsek qanday bo'ldi? U düşman. Biz mayli yaxshi bo'lini, mayli yomon bo'lini, mayli biz Xitoylar uchun yaxshi ish qilib birni, mayli biz Xitoylarning putig'i paltorini Xitoy uchun bari u düşman bo'lgandan keyin dushmanlik qiladi deb tunigan bo'lardik. Ammo biz Xitoyni tefe to'liq holda ishonch bilan düşman deb tunib bu qarashni oydinlashtirolmagan, muqimlashtirolmagan bir vaziyatda bo'lganligimiz uchun yuz beradigan natijalarni o'zimizning harakatiga bog'laymiz. Men shunday qilsam Xitoy qabulab qilib, bunday qiladi. O'zimizning harakatiga bog'laymiz. Texicha Xitoy dushman emas. Nurg'un Uyg'urlarga mutlaq ko'p desek bo'ldi bu Uyg'urlar. Hech bo'lmaganda chet ellik Uyg'urlarning mutlaq ko'pchilik Xitoylarni %100 ve ishonch bilan dushman deb muqimlashtirgan yo'q. Uning uchun tuqqanlardan ensirash kelib chiqqan. Tuqqanlardan. Hech kimning mendek bevosita o'zining oila a'zolari Xitoyning qo'lida qolgan yo'q. Ashunda turib tog'isidan hammasini ensiraydi. Endi mushu turlarning, yuqorida deyilgan turlar var-ku. Necha turini dedik? Tuqqanlardan ensiraydiganlar, singanlarni yeydiganlar, qo'rqadiganlar. Mushlarning hammasi ko'rilayotgani qurbon berish ruhining o'lganligi. Qurbon berish deyilsa, ko'z oldimizga o'zimizning jonni fido qilish manzilasiga kelganligi odat bo'lib qoldi. Unda emas. Qurbon berishning nurg'un turi, nurg'un darajasi mavjud. O'zini qurbon berish, bolalarini qurbon berish, iqtisodini qurbon berish, martaba mavqesini qurbon berish, inovatini qurbon berish, boy bo'lish fursatlarini qurbon berish. Masalan, menga o'xshash. Men normalda ish bor chog'dimi, nonga yetkidek pulim bo'lsa, bo'ldi, ishlamay, o'sha yerda quruq gap sotaman. Ya'ni boy bo'ladigan o kadar fursatlarni o'tkazib yutaman. Şunun o'xshash qurbida pul tepish fursatlarini, boy bo'lish fursatlarini qurbon berish. Bu qurbon berish desa, jinini sep berish deb kallamizga u kelyapmisin. Umuman bizda bu qurbon berish ruhi o'lgan. Har qanday shaklda qurbon berish. Demak, yuqorida deb isbot qilmoqchi bo'layotgan mazmunga qaytsak, adamiylikning farqli yeri qurbon berish ruhi. Boshqalarning manfaati uchun, jamoamizning manfaati uchun, qavmning istiqboli uchun qurbon berish ruhi. Mana buni hayvonlar bilan bo'lgan eng farq ekan deb bildim. Mening deb chiqqanim bu. Tarixdan kelayotgan til, aql, muhabbat degan farqlarning bir az chek to'xtamaydigandek his qildim. Ammo mavzu eng muhim ekan. Yani bunda qurbon berish ruhining qimmati shu yerdaki, mevasini ko'rolmaydiganligimiz aniq bilinib tursa-mu, ikkilanmasdan qurbon berish. Yani boshqalar mevasini yeysin deb ko'chat qo'yish ruhi. Bizning bu vaqtda bir cho'chaklarimiz mi bor deyman. Bir qarbovoy ko'chat qo'yib olsa, bir odam o'tib qoladi yo'ldan.
Bu nima avara olasan, baribir sen bu ko'chat tutib, yo'g'inab, mevalaydigan chaqqicha yashamaysan desa, men yaşamasam ballarım yeydi mevasini degan. Endi bir cho'chkimiz bor, bo'ladi. Balkim bu o'zimizda shunday ruhning yo'qligidan kelib chiqqan bir cho'chak bo'lsa kerak. Teşviqat uchun. Bundaq ruh, ya'ni mevasini boshqalar yesin deb ko'chat qo'yish ro'yi hayvonlarda mutlaq yo'q bo'lgan alaylik. Bunu desem belki başkalarından karşı çıkmayısılar. Hayvanlardımı bana deb turib ololmaysizlar. Endi bizning halimizga, ifodalarimizga, qilmishlarimizga o'zinglarning selishtirib chiqishini tavsiya qilaman. Mush deganlarimni. Atrofingizda Uyg'urlar bor, aqchon. Men hammani yalang'ochlab etmay, o'zingni bir selishtirib, tafakkur tajribasi ilib baqing. Gapni belki yalang'ochlab etmay deyman bu yerda. Bir xonimning gapi menga bek yarab qolgandi. Sharq Turkistonliklarda bilimliklar yetishmayotgan gap emas ekan. Bu xonimning deyishicha. Bilimliklar yetishmayotgan gap emas ekan. Vijdonliklar yetishmaydi ekan. Deb yig'laydi dunyo degan bir gap chiqqan vatandagi torlovchi chaqda shunga o'xshash deb yig'laydi Uyg'ur. Deb yig'laydi Sharq Turkiston desak bo'ladi. Bu selishtirish ishini ko'proq o'zinglarga havola qilib, endi bir oz Xitoyning bizga aloqador siyosiy strategiyalari, buningdagi maqsadlar, ishga oshgan maqsadlari qatorliq amaliy masalalarimizdan biroz taqlashtiradi. Xitoylarning tarixdan berki siyosati bir o'rlash, bir tushish shaklida bo'lib, intayin qabiy zulm siyosatlaridan keyin keladigan yumshash orqali kishilarda zulmning dastlabki miqdorini, ko'tarilishdan burungi zulmni ko'ngil rizosi bilan qabul qildirish ko'zlangan. Masalan, yaslidan boshlab Xitoycha o'qitish, ona tilimizning umumyuzlik iste'moldan qoldirilishi, her ailenin Xitoy tuqquni bo'lib to'rimizda o'ltirib berishi qatorliqlar qabul qilinmaydi. Normalda qabul qilolmaymiz-ku buni. Oshkor qarshilik bo'lmagan deb qo'ysammi, ko'nglimizning rizosi yo'q bunga. Xolimaslik chiroylardan to'kilib turdi. Fursat bo'lsa ko'tildib turamiz. Endi Kantlar oshkor qiynaq va xo'rliqlardan keyin inson bolasi shu burun xolamagan holatni buningdan yaxshiroqdi deb seg'inishga boshlaydi. Rasmiy yolg'onmi? Shuningga shukur qilmabdi ekanmiz. Shu kunimizmi hali yaxshi ekan-to'q deydi. Endi bir hikoyat. Bir necha kishi kichik qo'lvaqda dengizga chiqdi. Yo'lovchilardan biri qo'lvaqning to'xtamay alanglab turishidan bakma qo'rqmoqda edi. Elli o'rilib ketadigandek, yalala g'arq bo'ladigandek. Deniz uchun aytganda kichik qo'lvaq haqiqatan bexatar hisoblanmasligi to'g'ri. Qo'rquvchi to'xtamay qo'tildi. Ne kadar xatarlik narsa bu? Bunun ishonch qilib dengizga chiqib emasdi. Men demadimmi, bu bexatarlik. Qo'lvaqchining peyil tutib qo'rquvchini ishtirib dengizga tushiribdi. Qiyachi yağla başlandı. Denizga tushib ketkichi tabiiy yo'sinda qo'lvaqqa qarab siljishga, hech bo'lmasa qo'lvaqqa esilib olish urinadi. Endi qilamdiku manda. O denizning ichki tarafga qarab uzmaydi u. Ya'ni qo'lvaqqa qarab. Ele xatarlik deb bilgan qo'lvaq. Ammo do'lqinlar uni qo'lvaqqa yiqillatmaydi. Qo'lvaqchi paloqni uzitib, uni qo'lvaqqa tortib keldi va yo'lovchilar qo'lma-qo'l tortib chiqarib oldi. Qo'lvaq tekrar chiqqandan keyin bu odam qo'lvaqning dengizga vaqtanda alayda bexatar ekanligini to'liq his qildi. Ya Allah. Agar qo'lvaqqa tortib chiqarib olmagan bo'lsa, holim ne bo'ladi deb har o'ylig'ida qo'lvaq uningga ham bexatar, ham suyumlik tuyulishga boshlab, qo'rqinchlarni taqab ketdi. Xitoylar qattiq zulm siyosatidan keyin yumshagandek qilsimi,
Muşu siyasetten avvalqı zamanlarning siyosiy klimatini qaytirib kelmaydi. Qat'iy ishoninglarki, qaytmaydi. Ya'ni ikki qadam olg'a ketgandan keyin yana ikki qadam orqaga yonmaydi. Faqat bir qadam orqaga yonadi. Shunga uzun mezgillik plan bo'yicha yanala ilgirlagan, ya'ni zulmda ilgirlagan bo'ladi. Men bu vaqtda ilgirki kitoblarimdan birida bir maqola to'xtalgandim. Buni o'qiganlar esonlik olasizlar. Xitoylarning hukmronlik usuli nomli bir maqola. Mana shundaq uzoqqa so'zilgan strategiya orqasida bizdagi vijdonsizlashish tadrijiy shakllangan. Anaga ko'ngil rizosi bilan rozi bo'lgan bo'ldik-da. Dengizga uchib ketgandan qo'lvoqning xatiri bizga muvofiq keldi. Ya'ni kampga yoki turmaga kirib qolgandan şu tilimizden ayrılıp kalsak mı ayrılıp kalını, ballarımız Xitay olap kessin kessin, ya bir Xitay bizden türümüzde oturup bizge tukkan buluvason, bunun bir tabak aş versek ne bulup de. Bu bizge cazip. Yani süyümlük tüylü. Bu kadar zulümden keyin anını qaytsak. Lekin hiç kaçan 80'li yıllara qaytmaymiz. Hiç kaçan 50-ci yıllara texime qaytmaymiz qarindaşlar. Bununla goluluş arqısıda bizdeki vicdansızlaşış, tədirici künüküş şekillengen. Biz goya patqaqqa ketip ketayotgan holatda qo'limizdan tatib olganga hech qanday etish qoldiramiz. Ammo patqaqqa ishtirib etkichimi dal shu ekanligini o'ylab ko'rmaymiz. Bu qatim bir turkum korxonachilarning turma va kamplardan qo'yib berilganligi xabar qilindi. Ularning ichidagi birisi mening 4-o'g'lim ekan. 4-o'g'lim. Yana bir xo'sh xabarim borken, yaqinda anladim uni. Ba'zilarning oilalariga, chet eldagilarning ba'zilarining oilalariga, hamda chet ellardagi tuqqanlaringlar bilan, oila a'zolaringlar bilan normal aloqa qilsanglar bo'ladi deb iltifot ko'rsatibdi Xitoylar. Kamchilik. Ya, mush Xitoy degan imoni olmagan bilan inson vojima deyishga aldirablam qo'shildim endi. Mana bunda qattiq zulmdan keyin anda qo'yib bersa, zulm tuyulmaydi. Aslida bor o zulm. Endi bu korxonachilar, bu qatim qo'yib bergan korxonachilarning suratlaridan qaraganda turmadan chiqqandan keyin xeli e'tiborlangandek qiladi. Mana shu e'tiborlanishda ular bir necha yillik azoblarini, bu azobni kim qildi menga deganini, azoblig'uchini unutib, bu shafqatchiga minnat qazivardek hissiyotga kelib qilishi mumkin. Ya'ni qo'yib turib o'zini ziyofat bilan kutib olgan shafqatchiga minnat qazivardek hissiyotga kelib qilishi, buning bilan sadoqatimi eshib ketishi mumkin. Mana bu bir xil manqurt ishlab chiqarish jarayonining oddiy sxemasi. İnsanlarni vijdonsizlashtirishning qadam bosqichlari. Bundan boshqa ba'zilarga chet ellardagi tuqqanlari bilan normal aloqasi bo'lganligini uqtiribdi. Buni deb o'tdim. Mushu iltifotmi ularni bir xursand qiladi. Ya bu bir aqlli haqqi bir insonning deb tonimaymiz. Biz hech nima ko'rmagan bo'lgandan bu hamma narsa Xitoydan kelayotgan yaxshilik bo'lib tuyuladi bizga. Kamplardan chiqib guvohlik beruvchilarning bayonlaridan qaraganda minglarcha varaqqa qo'l qo'ydirdi ekan. Minglarcha varaq. Bu bir xil oddiy psixik ko'ndirish bu.
Hipnozluk usuli. Aval bekmi erzimas va yoki erzimasdek tuyuladigan narsalarga ma'qul keltirishdan boshlandi hipnozlik. Bundaq ko'ndirish jarayoni tadrijiy holda ornimiz tuyg'ularining dafsanda bo'lishiga ko'ndirishga taraqqiy qiladi. Masalan, kamp kameralaridagi xalalar kamer bo'shligidan bir bulun 1,5 metrcha atrofda eynek bilan to'silib barpo qilinibdi xala. Her kamerning bir buluni 1,5 metrda 1,5 metr eynek bilan to'sabdi. Taxtay bilan emas, yoki simonit bilan emas, yoki boshqa azon baholib qurilish materiali bilan emas, eynekda to'silibdi. 7'de 5 metrlik kamerda yotgan 30 odamning birisi mana shu eynek bilan to'silgan xalada qolgan 29 odamning ko'z oldida. Bu eynek tikib qo'ygan ekan, u eynekda ichidagi odamning nima qilayotganini ko'rasiz-ku. Mana yanda turib. Qarasangiz ko'rasiz, endi qaramasangiz ko'rmagan bilan qarab qolasiz, ixtiyorsiz ko'rasiz. 29 odamning ko'z oldida hojat qilishga majbur. Nima uchun taxtay bilan yoki ichi ko'rinmaydigan boshqa har qanday material bilan ayirmay, har qanday qurilish materialidan qimmat bo'lgan eynek bilan ayriladi? Bu xala. Bu yerda Xitoylar iqtisodiy unumli emas, ma'lum mash'um planlari ijobiy mana shuni, ya'ni eynekni tanlagan. Birinchi qatimda balkim zo'rlanasiz. Hamma odam keyinni qilib olgan taqdirdami, siz ularni ko'rib turgandan keyin xuddi hamma odam sizni ko'rib turgandek xijolatda hatto tartingiz qochib ketadi. Kelmaydi. Lekin hojat ziyoda qistiganda chora yo'q. İştanni tushirib 29 odamning ko'z oldida hojat qilaverasiz. Balkim deyilishi mumkin, boshqalar cho'qim xalat tarafga qarab turadimi? To'g'ri. Ammo xalada o'ltag'ichi sirt oshkora ko'rinib turgan ahvolda yanada go'yo hamma odam ko'rib turgandek tuyg'udan qutulolmaydi. Ammo vaqtning o'tishiga ergishib odamlar buningga ko'nadi. Xitoylar nima uchun eynak bilan ayirgan? Xalqimizning ornimiz tuyg'ularini yo'q qilib, hayvonlashtirish, vijdonsizlashtirish uchun psixologik ta'sirini va oxirida barliqqa keladigan natijani deb eynak bilan to'sgan. Bo'lmasa eynak qimmat. Bundan boshqa ayollarning kollektiv yalang'ochlanishi. Yani şu guvarlık vergiçilerinin deyişçe etigende talada kata kılıp ayarlarını yalana çaldı kata kılıp endi bir komanda bilen zon olturguzuluşu. Yalanaç ayarlar zon olturguzulur. Bir komanda bilen. Andan Xitay asker yoki saqchilar xuddi ko'rgazma buyumlarini ko'zdan kechirayotgandek ayollar qatorining oldidan o'tadi. Qarab o'tadi. Bu mashg'ulotning har kun takrorlanishi ana shu maqsad uchundir. Ornimiz tuyg'ularimizni yo'q qilish, hayvonlashtirish. Natsist kamplardami yalang'ochlash bo'lganligi ba'zi kinolardan ko'riladi. Ammo bu umumiy emas. Qismanlikda ba'zi natsist ofitserlarining kayfi ko'ra bo'lgan. Shundaqla shaxs sifatida bo'lgan bo'lib, kollektiv shundaqla maydonda elib berilmagan. Demek, Xitoylarni natsistlarga o'xshatish amaliyotda Xitoylarni maqtaganga barobar. Natsistlarga uvol qilganga barobar ekanligini ko'rib yetamiz. Bularning hammasi kelgusining Uyg'urlarini shakllantirish qurilishi, projesi. Ya'ni Uyg'urman deydi ekansa, mana shunda nomussiz Uyg'ur bo'lishing kerak. Chidashing kerak. Bo'lmasa, o'zingni Xitoy deysan, qutulasan.
Xitaylarning xalqimizni asoratga ko'ndirish, qulluqni tan oldirish, arnamus tuyg'ularini chayilinishiga chidashni odatga aylantirish siyosati Shi Jinping davrining kashfiyoti emas, qarindoshlar. Zozongtangning kashfiyoti bu. Vatanimiz ikkinchi qatim Manchu Xitoy sulolasi tarafidan istilo qilinib, Sharq Turkiston yangi mustamlaka sifatida Xitoy o'lkasi sifatida tasdiqlangandan keyin bunday siyosat yo'l qo'yilgan. Men buni ilgari Isa Yusufning aslimistiki bayonlarini naql qilish orqali bir necha qatim so'zlagandim, qarindoshlar. Esingizda bo'lsa kerak. Bunday asoratga ko'niktirish siyosati 31-yildagi Qumuldan boshlangan dehqonlar qo'zg'oloni va qo'zg'olonni bostirishga yordamlashgan Sovet ittifoqiga hech qanday aytish yuzidan Shinjallatning Sovet ittifoqiga tak siyosat yurgizish soyasida taki kommunist istilosigacha amaldan qolgan bu siyosat. Ammo Xitoylarning o'ziga xos shovinist tabiati bizga ravo ko'rilgan. Yani bu rava fakat ko'rinishdagi va qog'oz yuzidagi barobarlikni qabul qilinmagan Xitoylarning shovinist tabiati. Gerçi bu amaliyotda o kadar emas. Bu barobarlik yolg'on. Aş qog'oz yuzidagimi? Aşı saxta ko'rinishdagi barobarlikmi? Xitoylarning taqati yo'q. Bunu qabul qilinmaydi. Şuna fursat pishib etilgan hamon Zozongtangning udumini davom qilish niyatlari burundan bor edi. Kommunistlar vatanimizda oxirida bo'lgan minutdan boshlab bor. Qachonda fursat kelsa, yana ashunday qilib izimiz bo'ladi. Bu biz bilan barobar bo'lmaslik kerak. Torda kezgan bir ichki materialda xabarimda va u mening 3-kitobimdagi Sharq Turkiston ozodlik yulduzlashning 3-sida qo'shimcha deydigan bir yeri va oxirida shu yerda shuning tarjimasi bor. Bu materialning tarjimasi. İchki materialda Uyg'urlarni o'qitib, ko'zi ochilgan bir tabiqining borliqqa keltirilganligiga qattiq o'kinish bayon qilinganligi esinglarda bo'lsa kerak. Buni o'qitmaslik kerak edi. Ya'ni aynan natsist faşistlarning degani yadingizda bormi? Slavyanlar haqida Slavyanlarni o'qitishning hojati yo'q. Ular yuzgacha saniyalisilan bo'ldi. O'qigan bir Slavyanning bo'lishi kelgusida bir dushmanning ko'payishi bo'ladi deb ayni shu siyosat. Yani men Xitoylarningki kommunistlarning faşistlarga o'xshaydiganligi haqida bir maqola bor shu kitoblarimda. Bir paket bilan selishtirilgan. Mana shu ko'zi ochilish bo'lmagan bo'lsa-edi, endi Xitoylarning nima uchun bu bizning bir ko'zi ochilgan bir tabiqini borliqqa keltirib qo'yganga pushaymon qiladi bular. Buni o'qitmaslik kerak edi. Buni bakadan biz bunda qilib qo'ydik. Buni xohlamas. Dastlabki davrdagi yolg'onlarni rast qilish, rast ko'rsatish uchun shunday qilishga majbur bo'lib qoldi-da. Agar shuni qilmagan bo'lsa Xitoylar, ya'ni bizning shu ko'zi ochilgan azto'liq o'qigan shu tabiqimiz bo'lmagan bo'lsa, Xitoylar bu siyosatni burunli yo'l qo'yapti. Zozongtangnikini. Ama ko'zi ochilish tufaylidan kelib chiqadigan qarshiliklarni bo'shkida ujuqtira oladigan kuch va sharoitga ega bo'lib olish uchunla vaqtliq sukut qilinganligini ko'rib olish dars emas. Endi-chi, endi temir yo'l janubga bordi. Xitoy nupusi bizning nupusimizdan ko'p. Armiya, saqchi, hamma narsa strategik nuqtalarga urilishib bo'ldi. Ya'ni biz qo'rshovda qolgan shoh dedi bizga, biz qochadigan yer yo'q. Yengildik yani. Bu shoh vaziyatidan
Buni yo'li qo'ysa, endi bizning midir-sidir qilolmaydiganligimizni bilganlik uchun tekrar Zozongtangning ashu siyosatiga qaytdi. Ama bizni ajablantirayotgani bu vatandagi ahvol mana bu. Hammasi vatandagi ahvol. Bizni ajablantirayotgani chet ellardagi Uyg'urlar. Bularning yashash falsafasi zodi qandaqdir degan savol ko'ngildan kechmay qolmaydi. Ular nima uchun yashaydigan? Kim bo'lishning farqi yo'qmidi? Bu vaqtda ilgari to'xtalgandim. Ba'zi Uyg'urlarga Xitoy bo'lib yashashning, ingliz bo'lib ketib yashashning yoki arab bo'lib ketishning yoki nemis bo'lib ketishning yoki cho'chqaga aylanib ketish yoki eshak bo'lishning hech qanday farqi yo'q degandim ilgari. Yashsilli bo'ladi. Yaxshi yeb, yaxshi ichib, yashsilli bo'ladigan shunday turdagi Uyg'urlar bor. Bu odamlar to'pining hammasida bor bundaqlari, lekin bizda jiqraq ham boshqa millatlarning ashu g'amsiz yashaydiganlari millatning umumiy taqdirida bizga o'xshash bir ahvol kelib chiqsa, hargiz unday qilmaydi. Yani darhol ko'zini ochib to'pga qo'shiladi. Ama biz mushu holdan ko'zimizni ochgan yo'q. Mushu holdan qilib yurgan pastkashliklarimizni, o'zimizning kichkina shaxsiyatini deb butkul siyosiy da'voni nol qilib yetadigan darajadagi eshakligimizni tilbil tasvirlash mumkin emas. Mana mushundaqni o'z ko'zim bilan o'z badanimda, o'z amaliyatimda o kadar ko'p uchratganligim uchun bunday bir temani ko'tarib chiqayotim bu yerda. Ana haliqi ayolning bir muhtaram xonimning gapi yodimizga yetadi. Bizda bilimliklar emas, vijdonliklar yetishmaganlikdan olimiz bu. Belkim bular aqlliq Uyg'urlardir. O'zini aqlliq chaqlaydigan. Bu vaqtda men bir maqola yozgan aqlliq Uyg'urlarga deydigan. Ash kitoblarda bor. Sharq Turkiston ozodlik yulduzining ishnobrasida bu maqola aqlliq Uyg'urlar haqida. Bu aqlliqlarning aqllarning rejisi faqat shu. Nima sababga o'stadi bular? Reji shu. Baribir aqmaydigan ishga avara bo'lib. Bu reji bu. Buningga qarshi bizning rejimiz nima? Yoki bizning rejimiz nima bo'lish kerak? Buningga qarta. Qulluqni tan olmay, azoblik yo'lda tirkish, o'lish. Diniy aqida nuqtasidanmi Allah bizden Sharq Turkiston haqida hisob so'raydigan bo'lsa, natijasi haqida so'ramaydiganligini bilamiz. Chunki u natijani nasib qiladigan Allah o'zi. Qanday natijani nasib qilishi Allah o'zi qiladigan ishi bu. Harakat qilish bizning ishimiz, nusrat ato qilish yoki ato qilmaslik Allohning ishi. Shunlashqa natijasi haqida so'ramaydiganligi aniq. Buyurilganni, yani boynumuzga farz bo'lganni qildikmi yo'q? Kuchimizning yetishicha tirishdikmi yo'q? Mana buni so'raydiganligi aniq. Dilida az-to'la iymoni bo'lganlar, Allohning hisob elishiga ishonadiganlar bu yo'lda Allah buyurganligi uchun adoqchi yuradiganligini reji ko'rsatsa bo'ladi. Buning iqish aqmasligi turaversin. Qat'iy nazar. Buningda Allah buyurdimi bu ishni? Biz uning uchun qilamiz. Deb reji ko'rsatsa bo'ladi. Qulluqni tan olish iymonga taqiladigan bo'lg'achqa Xitoy hukmronligini abadiy rad qilish iymoniy masala deb reji ko'rsatsak bo'ladi. Endi zikri kechgan tuqqanlaridan ansiraydiganlar bo'lsin, yuragi ojiz yaratilgan bichora qo'qqaqlar bo'lsin, ularning bir munchasi Xitoylarning zulmi haqida, beshimizga kelgan azoblar haqida, siyosatga aloqada bizga dars bergidek bilaman. Ammo hech qachon xo'sh, avvalgo shundaqki, men nima qilishim kerak
degan yerini o'ylab ko'ray demaydigan turdikilar mavjud. Ya'ni hech narsa qurbon bermasa, ko'tinimi joyidan qimildatmasa-da, Sharq Turkiston ozod bo'lib qolsa. Andın gapni pong pong etib o'tirdi bo'y ko'rsatsa bo'ladigan tiplar. Yana ba'zi tiplar bak ko'p o'qigan. Haqiqatan ma'lum kasblar bo'yicha bilarman. Ammo yuqorida zikr qilingan zulm, sitam qilmishlarning memori. Yuqorida dedik-ku, yalang'ochlash bizni or-nomus tuyg'ularimizdan mahrum qilish darajasidagi Firavunmi qilmagan bir zulm, natsistlarmi qilmagan bir zulmning memori. Hatta natsistlarga sallamlar degisi yetadigan zalim Xitoylardan ayrılmay yaşaş taraftarı bilərmənlər. Bular. Ularning hech narsa ziyon tatqisi yo'q. Bir ara bu bilərmən toifimiz mustaqil bo'lsaqmi baribir davlat boshqarolmaymiz deyishgan. Isonda bo'lish kerak. Men bunga qarshi bir video nashr qilaman. Nima uchun bundaq bichora gapni dehqondan kelib chiqqanlar, ushshoq tijoratchilar, hech fan o'qib boqmagan dindorlar demaydi-da, mushundaq bilarmanlar deydi. Nima uchun bular deydi buni? Biladigan bilarman turib. Chunki bu bilarmanlarning Xitoylar bilan uchrashish fursatlari ko'p bo'lgan. Ular bilan bir zaman aralashib yashagan, aralashib ishlagan, shularning maktablarida o'qigan. Bu jarayonda Xitoylarning shovinistlik xarakteridan to'kilib turadigan past ko'rish, yaratmaslik muomalasiga uchraverish jarayonida psixik qayta shakllanish tamomlangan. Shuning bilan bu bilarmanlar o'zlarining Xitoylardan tuvan turadiganligiga, aqlining Xitoylarnikidan kam tikroq ekanligiga, do'tligiga ishonib qolgan. Ammo umuman bilimsizlar. Xitoylar bilan birga yashash fursatlarini oz bo'lg'achqa, davlatni qanday boshqaramiz deb ensirab ketmayapti. Bilimdonlarimizdan ensirgan bo'lar. Bilimdonlarimiz bo'lsa, davlatni boshqarolmaydiganligini bilgachga, Xitoydan ayrilmaslikning to'g'ri ekanligini bu sapsatisini nomus qilmay ko'tarib yurishmoqda. Xitoylar vatanimizga qo'ygan la'nati ismdan hech jirkinay demasdan shuning ostiga imzo to'plash uchun jon-jahli bilan kuchashgan. Nima uchun bilimdonlarga Xitoyni ulug' bilish, o'zini Xitoydan tuvan ko'rish psixikasi haqida ishonch bilan deyalaymiz? Xuddi uni ko'rib turgandek, rosa shundoq deb kaskin buni nima uchun deyalatimiz? Chunki bu dunyoning mustamlik tarixiga qarsaqlar misollarga duch kelinadigan, bugun uchun ommabop uchurga aylangan bir hol bu. O kadar bilimli ulaş ketmeydi bununla. Yakın zamanın tarihi, mustamlik tarihleri. Afrika. Hemen bilirsin Afrika'nın ahvalini. Türkiye. 52. yılda 4 devletten başka hem yerini akla idare kılınan bir kıtaydı. 4 devlet. Mısır, Libya, Etiyopya, yana Gvinea qo'ltiqida bir kichik davlat. Bular yerliklarning ig'dorchiligida boshqalarning hammasida hukumat beshidikilar oqladi. U qadar osonlik bo'lishib qaramay. Qarindoshlar, mustamlikchilar Afrikaning yerlik xalqida ana shunday qayta shakllantirish elib borg'achqa, Afrikaliklar o'zlarini aqlardan tuvan ko'radi. Dötligiga ishonadi. Shuning uchun aqlar nayt osonda bo'lishib qaramay, butun Afrika qit'asining hokimiyatini qo'lda tutib turadi. Afrikaliklarni baribir davlat boshqarolmaymiz deyishadi. Mana shuning uchun aqlarni haydab o'tishga havasmi qilmaydi. Havas qilganlarning qilmishlari ularga kulkilik bir ishdek tuyuladi. Bizninkilarning deganlari bundan boshqa bir ish emas. Shuning dalili. Hatto men ba'zi Xitoycha o'qigan bilarmanlardan Xitoylar nima yomonlik qildi? Bizga pokizlikni o'rgatdi deganni anglagandim. Xitoycha o'qigan ba'zi bilarmanlar Xitoylar bizga nima yomonlik qildi?
Bizga pokizlikni ketdi degan. Pokizlikni ma gapga diqqat qilinglar. Pokizlikni Xitoylar o'rgatibdi bizga. Xitoylar angliq bir odat sifatida, angliq bir odat, bir an'ana sifatida har sahar turib kuch supuradigan Uyg'urlarga Bosog'iston atlamay turib jundisini sipadigan Xitoylar pokizlik o'rgatibdi. Mana bu Xitoy cho'qilganlarning tunishi. Bilimdan Uyg'urlarning tunishi. Demak, bumi o'zlashtirilgan an. Qarindoshlar. Xitoylar nurg'un bilarmanlarimizga Uyg'ur deganning maynatligini qabul qildi. Maynatligimizga ishondirildik. Endi yana başdaki nuqta qaysisak. Qilchilik qurban berish ro'y bo'lmagan bu Uyg'urlarni yana nimaga asoslanib odam desak bo'ldiganligiga mening aqlimga yetmadi. Balkim bilimdonlar buningga ba'zi sabablarni ko'rsatadi. Ba'zilar mening bolalarimning Uyg'urcha biladigan bilmaydiganligi siyosiy da'voning naridirek ekanligidan beshini qatirishibdi ekan. Bunun ilhamı bilan men o'tirdi bo'y ko'rsatib yurgan koni yangi liderlar atalmış doilarni ro'yxatdan o'tkazib xiyolimda. Ularning bola chaqalari ne holda degan o'ylab qoldi. Bu haqiqatan bir aynak. Bu aynak orqaliqmi ularning niyatlariga baho bergan bo'ldi. Şuna qarindoshlarim xuddi mendan surishti qilgandek, ashlardan bir surishti qilib baqqan bo'lsanglar ekan deyman. Chunki aniq bilamanki, o'tirdi bo'y ko'rsatib yurgan bu kishilarning bir o'zi oilasining bu ishlarga aloqasi yo'q. Hatto ba'zilarining bolalari Uyg'urchani bilmaydi. Mana bularning hammasini bir tajribaxonaga to'plab, go'yo bir tajriba materiali sifatida tajriba qilib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Kichikgina manmanlik uchun butun siyosiy da'voni yo'q chiqarishga yaraydiganlar. O'zininkini ras qilish uchun, o'zini ko'rsatish uchun to'g'ri xatoni xaman qilib yetadiganlar. Her türlüklerinin hemmisi qaraysizki bir eg'iz so'z bilan qurban berish ro'yining o'lganligi. Agar biz qurban berish ro'yini insonlik va hayvonlikning orasidagi bir muhim farq deb biladigan bo'lsak, endi biz bu odamlarni qayerga qo'ysak bo'ladi. Men qolgan gapni bek yalang'ochlamay, buni endi qarindoshlar o'zinglarga tavsiya qilaman. O'zinglar tajriba qilib, o'zinglar baholab chiqasizlar. Hammanglarga Allohning salomlari bo'lsin. Hammanglarga Allohdan muvaffaqiyat tilayman. Ko'rishguncha xayr xo'sh.